Məxfi uruş. Avtori Robert Spalding. 7. bab Siyasət və diplomatiya. 3. qism. Sınıb kiriş arqılıq Amerikani tizginləş. Gerçi Xitay köp yıllardan buyan tərəqqi qılıbatqan dövlətlərə közünü tikib, Afrikadakı Kongo Cumhuriyetidən Latin Amerikasidagi Salvadorgacha, Filippindan Gretsiyagacha diplomatik yemchuklardan başlap, mazkur dövlətlərə pul mal yardımını ol müəssəsə qurilish uchun selingan mablag'larni qabul qilg'izib, shundaqla boshqa mallarni bu yerlarga eksport qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Amerikanimi hech qachon nazardan saqit qilib boqmadi. Xitoy hukumati 2004-yildan boshlabla mablag' ajratib, Amerikaning har qaysi universitetlarida Kongzi institutlarini ta'sis qildi. Mazkur Kongzi institutlari nomida har qaysi universitetlarni Xitoycha ma'rif bilan ta'minlaydigan bo'lib, uning o'qituvchilari birdak Xitoydan keltirilgan Xitoy tili o'qituvchilaridir. Lekin mazkur institutlar yana doim kultur darslari, shundaqla o'zi turishliq joydagi yasli va boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun Xitoy tilini tonish darsligi degandek boshqa mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Kongzi instituti ta'sis qilinmagan nurg'un universitetlarga nisbatan Kongzi institutlarining bu xil faoliyatlari ularni muntazam Xitoy tili darslaridan foydalanish imkoniyatiga ega qilg'achqa, bu nurg'un maktablarning rahbarlarini bir talay avorchilik va chiqimdan saqlab qolgan. Chunki ular Xitoy tili darsini Kongzi institutlariga o'tdagi barsila ish bitadi. Yana kelib Kongzi institutlarimi buning uchun intayin to'van haq talab qiladi. Xitoy hukumati sirtqi qarta Kongzi institutlarining kirim qilishini maqsad qilmagan ommaviy organ ekanligini, mazkur institutlarning muddaosining chet elda Xitoy tili va Xitoy kulturini yetishtirish ekanligini tashviq qilib keldi. Bu tədbir izchil, intayin unumlik bo'lib, bahosi arzon, sifati yuqori Xitoy tili darslari mazkur institutlarning cho'ng kuzirga aylandi. 2017-yilga kelganda Amerikaning har qaysi maktab universitetlarida 90 ga yaqin Kongzi instituti ta'sis qilingan bo'lib, yer shari miqyosidagi Kongzi institutlarining umum soni 500 dan oshgan. Lekin Xitoy hukumatining bu institutlar haqida aytganlari tamoman yolg'on. Her bir Kongzi instituti 2 nafar mudir tarafidan hamkorlashib boshqariladigan bo'lib, bu 2 mudirning biri Xitoydan avatilsa, yana biri shu joydagi maktab tarafidan belgilandi. Bu institutlardagi gap so'zlar sababli tekshirishga uchrash va akademik erkinlikka cheklama qo'yilish ahvollari pat-patla qulg'imizga kirib turdi. Kongzi institutlaridagi fikr erkinligini cheklash qilmishlar to'g'risidagi barliq xabarlarning ichida kishini hammadan bak iztirob qisaligini Karolina shtatlik universitetining Dalay Lamaning ziyoratini bekor qilayotganligidir. Dalay Lama Tibetlarning surgundagi diniy va siyosiy rahbaridir. Karolina shtatlik universiteti Kongzi institutining mudiri mazkur universitet doiralarini ogohlantirib, Dalay Lamaning bu universitetni ziyorat qilishi maktabimiz Xitoy bilan barpo qilayotgan yaqin munosabatga buzg'unchilik qiladi degandan keyin maktab rahbarligi Dalay Lamaning ziyoratini amaldan qoldirib o'tgan. Mazkur universitetdagi Kongzi institutining mudirining yuqorida qayd qilingan so'zi ko'yinishmi yoki tahdidmi? Shunisi ro'shanki, Dalay Lamaning ziyoratining bekor qilib o'tilganligidan qaraganda, mazkur maktabning rahbarlari institut mudirining so'zini tahdid deb qarab, Dalay Lamaning ziyoratining maktabga ziyon soladiganligiga ishongan va shu sababli Xitoy Kompartiyasining besimiga bo'yin ekkan. Kongzi institutlarining Amerika universitetlarida fikr erkinligini boqqanligi va boshqa ishlarga qo'l tiqqanligi to'g'risidagi misollar bo'la emas. New Yorkdagi Albaniya universitetidagi Kongzi institutining mudiri Xitoy ma'rif ministrligining rahbari yetib kelishdan ilgari maktab hovlisidagi Tayvanga aloqador barliq tashviqot chaplamalarni so'yib o'tgan. Amerika Kengash palatasi tarmoq komitetining bir parcha dokladida ko'rsatilishicha, ma'lum bir shtatda Kongzi instituti tarafidan boshlang'ich maktab va yaslilarda Xitoy tili darsi ta'sis qilingan. Lekin bu maktablar Falun Gumsiga aloqador operaning o'yinini ko'rmaslik haqida ogohlantirilgan, ilxat topshirib olgan va ilxatda
Buning sababi Falun Gongpisi Xitoyda cheklanadigan ruhoniy toifadir deb ko'rsatilgan. Xatda yana shundaq deyilgan. Yaqinda Kongzi Instituti fondining yordam pulini topshirib olgan maktablarning samiga agar Shenyun san'at o'migining o'yinlarini ko'rsanglar yoki uni mablag' bilan ta'minlasanglar, Kongzi Instituti fondi sizlarga yordam puli berishni to'xtatadi. Maryland Universiteti 10 yil avval Amerikada tunji bo'lib Kongzi Instituti ta'sis qilgan oliy maktab edi. Aradan 10 yil o'tib bugunga kelganda Amerika universitet professorlari jamiyati bir parcha doklad e'lon qilib, Kongzi institutlarining akademik faoliyatlarini nazorat qilish qilmishini ayiblagan. Mazkur doklad yana Amerikadagi akademik erkinlikka kapolatlik qilish uchun har qaysi oliy maktablarni Kongzi institutlarini taqib etishga yoki ular bilan yangidan to'xtam tuzishga undab shundaq deyilgan. Kongzi institutlari Xitoyning chet eldagi sho'bisi bo'lish sifati bilan ularning akademik erkinligini nazardan saqit qilishga o'z davlati, ya'ni Xitoy tarafidan yo'l qo'yilgan. Ular Kongzi institutlarining barliq ilmiy faoliyatlari davlatlik sirtqi qartilgan Xitoy tili o'qitishi rahbarlik guruhi ishxonasining nazorati va yetakchiligi ostida elib beriladigan bo'lib, bu Xitoyning davlat darajalik organidir. Mazkur organga Xitoy siyosiy byurosining a'zosi va Xitoyning muavin bosh ministri bo'lgan kishi rahbarlik qiladi. Amerikadagi oliy maktablar mazkur ishxona bilan imzolashgan kelishimning nurg'un moddalarining sirtqi oshkorlashga bo'lmaydiganligi aniq ko'rsatilgan bo'lib, bu moddalar Xitoy hukumatining siyosiy muddasiga va uslubiga yo'l qo'yishni, bu jihatdagi qabul qilgusiz murassallarni o'z ichiga olgan. Bo'libmi, Shimoliy Amerikaning har qaysi joylaridagi universitetlar Kongzi institutining Xitoyning davlat nishoniga uyg'un holda Amerikadagi oliy maktablarning o'quvchi qabul qilishiga ta'sir ko'rsatishiga va maktablardagi o'qituvchi xodimlarni tizginlashiga, shundaqla maktablarning darsliklariga ta'sir ko'rsatishiga va munozirlarga chek qo'yishiga imkoniyat yaratib berdi. Bu tanqidlar amdilardan ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Ba'zi maktablar siyosiy tashviqot muddasi to'liq ro'shan bo'lgan bu Kongzi institutlarini qo'g'lab chiqarishga boshladi. Lekin bundaq qilishqa Amerikadagi har qaysi oliy maktablarning Xitoyning ta'siriga uchirmasligiga va uning yordamini qabul qilmasligiga kapolatlik qila olmaydi. Chunki agar Xitoy Amerikaning oliy maktablariga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lsa, buningdan boshqa amal topa olmaydi. Gap faqat Xitoyning uni ishlatilmasligiga bog'liq. O'qish puli orqali singib kirish. 2017-yili jami 350 mingdan ko'proq Xitoy o'quvchisi Amerikaning har qaysi universitetlarga o'qishga kirdi. Bu Amerikadagi barliq oliy maktablarda o'qiyotgan 1,80,000 chet ellik o'quvchining 32.5% Xitoydan kelgan deganlikdir. Amerikadagi shtatlik universitetlarning yillik o'rtacha o'qish puli taxminan 25 ming Amerika dollari. Xususiy universitetlarningki bo'lsa o'rtacha 35 ming dollardir. Har bir Xitoy o'quvchini yilda o'rta hisob bilan 30 ming dollar o'qish puli topshirdi deb faraz qilsak, ular bir yilda Amerikaning oliy ma'rif sohasiga 10 milliard dollar tapovat qilib berdi. Bu texi ularning uy ijarasi, yemak-ichmak, sayli sayohat, ko'ngil echish qatorliqlarga xarjlagan pullarni o'z ichiga olmaydi. Agar bularni qo'shib hisoblasak, Xitoy o'quvchilar bir yilda Amerika universitetlari va jamiyatiga 15 milliard dollardan 20 milliard dollargacha kirim qilib berdi. Xitoy hukumatining o'quvchilarni Amerikaga avatishi aslida muayyan manfaat kapolatiga ega. Qandaqsiga damsiz, oldi bilan Amerika butun dunyo tarafidan e'tirof qilingan kuchlik ma'rif sistemasiga ega. Ikkinchidan, o'quvchilarni Amerikaga avatish Xitoyning o'g'irlash va qazolar orqali texnikaga erishish nishoniga yetishdagi vositalardan biri. Xitoy diplomatlari va korxona vakillari chet elga o'qishga chiqqan o'quvchilarning hammasiga Amerikada yaramliq texnikalarni egallashni cheklaydi.
Nyu-York universitetiga o'xshash Xitoy o'quvchilarining olqishiga erishgan Amerika universitetlari yilda 3000 ga yaqin Xitoy o'quvchisi qabul qiladi. Agar bu universitetlarda sarxil o'qituvchi Xitoylar yoki Beijing hukumatini qattiq tanqidlaydigan olimlar dars berayotgan bo'lsa, Xitoy hukumati Nyu-York universitetidagi Xitoy o'quvchilarga beriladigan o'qish yordam pulini, ya'ni har o'quvchiga yilda beriladigan $47,000 pulni to'xtatganligini aytib tahdid solsa, ahvol qandoq bo'ladi? Agar rost shundaq ahvol yuz bersa, Nyu-York universiteti bir yilda $141 million o'qish pulidan quruq qoladi degan gap. Ya'ni o'quvchilarning uy ijarasi va yemak-ichmak xarajiga ketadigan necha million dollar texi buning sirtida. O'ylab beqing. Agar Xitoy hukumati Nyu-York universitetining Xitoyga qarshi fikrdagi professorlarni ishlatganligiga yoki maktabda o'tilgan darsliklarda Xitoy hukumatining siyosatlarining tanqidlanganligiga e'tiroz bildirsa, natijasi qandoq bo'ladi? Ba'zilarning men aytishicha, Amerikaning har qaysi joylaridagi nurg'un universitetlarda mushu xil ahvol rostilla yuz bergan. Kaliforniya shtatlik universitetining Berkeley sho'basida o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining soni ko'plikda Amerikadagi barliq universitetlarning ichida 2-chi o'rinda turadi. Bu maktabda bir professorning men aytishicha, u bir qatim Xitoy bosh konsulining maktabga kelib qolganligini ko'rib, uningdan nima ish uchun kelganligini so'rgan. Konsul javoban hech ish uchun degan. Buningdan g'alatilik his qilgan professor konsulning orqasidan mangan va uning maktab hovlisiga jug'lishib qolgan bir to'p Xitoy o'quvchining yeniga borganligini ko'rgan. Shundaqla uning Xitoy o'quvchilarga o'z vatanini hargiz unutib qolmaslik haqida vaz aytib, hammamizning ko'zi sizlarda. Sizlar cho'qim qattiq tirishib, vatanga sadoqat bildirishinglar kerak deganligini o'z qulig'i bilan anglagan. Balkim ko'pchilik Xitoy o'quvchilar Amerikaga o'qishga kelsa, erkin madaniyatni his qilishi, bu yerda fikri, diniy va siyosiy erkinlikka ahamiyat berdiganligiga, bu erkinliklarning Xitoydagidek besimga uchramaydiganligiga shohid bo'lishi va shuning turtkisida Xitoyda Xitoy Kompartiyasiga qarshi sadolar maydonga kelishi mumkin-ku deyishi mumkin. Lekin shunisi to'liq ro'shanki, dal yuqorida tilga ilingan misaldagi o'quvchilarga vaz aytgan Xitoy konsulidek siyosiy jasuslarning to'xtamay vazxonlik qilishi sababli Amerika universitetlari demokratchi, o'qituvchi Xitoylarni turkumlab tarbiyalay olmayotidi. Amaliyotda Amerikadagi Xitoy o'quvchilarining hammasi yerlik o'quvchilar bilan bak ichqo'yin, tashqo'yin bo'lib ketmaslik, Xitoy o'quvchilar bilan qo'yiq aloqasini saqlash haqida ogohlantirilib turiladi. Xitoy hukumati aslida xalqning ish harakatini nazorat qilib turishga xushtor bo'lg'achqa, ularning bu o'quvchilarni bir-biriga ko'z quloq bo'lishga va bayqaganlarini doklad qilishga buyurishimi turganlik gap. Shu sababdan bu o'quvchilar Amerika fuqarolarining yig'ilish erkinligi, fikr erkinligi degandek eng aqalliy huquqlardan bahramand bo'lolmayli qolmasdan, o'z vatani, ya'ni Xitoyning mustabid tuzilmasining besimi ularni Amerikada mo'saydak agapli yuriydi. Yaqinqi yillarda Xitoy Kompartiyasi yana ijtimoiy ishonch sistemasini yo'lga qo'yib, sonliq ma'lumot to'plash sistemasini asos qilgan holda fuqarolarning qilmishlarini nazorat qilib, jazolab, mukofotlayotgan bo'g'achqa raqamli kuzatish texnikasining barg'ansiri takomillashishiga ergishib, chet elda o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining o'zi xohlagancha faoliyat qilishi, ularning vatanda qolgan urug' tuqqanlarining jazoga uchrashiga sabab bo'lishi, hatto o'quvchilar shu sababli o'zlariga Xitoy hukumati tarafidan beriladigan o'qish mukofot pulidanmi mahrum qilishi mumkin. Beijing doiralari chet elda o'qiyotgan bu Xitoy o'quvchilarni o'zlarining Amerika jamiyatiga ta'sir ko'rsatishiga yordami tegadigan qurol deb qaraydi. Amerikada Xitoy bilan Tayvandan kelgan, Xitoycha so'zlashadigan 45 million inson bor. Bu Xitoylarning hammasining yildizi Xitoy cho'ng quruqliqidir. Shundaqla Xitoy Kompartiyasimi bularni jalb qilish uchun xilma-xil usullarni ishga solib kelmoqda.
Xitoy hökumətiga nisbətən bu kişilər bir rəsmi, lekin intayın күчлük bir tor şəkilləndirgən bo'lib, ular uruq tuqqandarchilik, qandaşlıq, özlük və dövlət təvəlligi səbəblik bir-biriga bağlanğan. Bularning hammasi osonli tizginligili bo'ladigan qurollardir. Xitoy Kompartiyasi mushu qurollardan foydalanib, atalmış g'ayri an'anaviy uchur to'plag'uvchilarni barliqqa keltirib, chet elda tug'ilgan Xitoylarni Xitoy Kompartiyasining chet eldagi diplomatiya va istixborot mulkiga aylantirgan. Xitoy Kompartiyasi har ikki tarafga foydali degan chiroyli nomlar bilan pardozlangan mantiqa orqali bu kishilarni ayvashga keltirib, ularni Xitoy Kompartiyasini istixborot bilan ta'minlash, maxfiyatliklarni o'g'irlash, namoyishlarga qatnashish qatorliq ishlarga solgan. Xitoy Kompartiyasining bu vaqtdagi vazlari mundaq ikki xil. Birinchisi, Jonghua millatining vatanparvarligini va Xitoy bo'lishdan iborat sharafni shishib keltirib, Amerikadagi Xitoy ko'chmanlarga vatanni so'yishning ularning o'zi uchun foydali ekanligini, buningda pul tepib qolmasdan yana texi vatanga yordam qilg'ili bo'ladiganligini aytishdir. Men Davlat Mudofaa Ministrligining amaldorlik sufati bilan Beyjingda turayotgan mezgillarimda Xitoy Ozodlik armiyasining a'zolari bilan birga aeroplan orqali Miamiga kelib bir yig'inga qatnashgan edim. Ertasi biz yana aeroplan orqali Nyu-Yorkka mangdik. Xitoy Ozodlik armiyasidagi Xitoylarning hammasi aeroplanning oldi tarafida, men orqa tarafida o'tirgan edim. Atrofimdagilarning hammasi Xitoycha so'zlashadiganlar edi. Yenimda o'tirgan kishining holi to'limi xarob bo'lib, allakimlardan qattiq tayoq yegandek qiladi. Ulardan ba'zilari u yer bu yerlarni doki bilan tengib olgan. Yana ba'zilarining yuz ko'zlarida tirnoq izlari bor edi. Hatto ba'zilarining ko'zlari tayoq dastidan qardab ketgan edi. Men yenimdagi kishidan Xitoycha "Sanga nim bo'ldi?" deb so'rdim. Ularning deyishicha, ular Falun Gong pichillaridan bo'lib, Miamida Xitoy Ozodlik armiyasi a'zolarining va Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilishiga e'tiroz bildirgan. Ammo bir to'p Xitoy ko'chmanlar kelib, ularni urib, dumbalab ketgan. Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari Amerikani ziyorat qilgan va kishilar buningga qarshi namoyish qilganda har doim mushundaq ahvol yuz berdi. Shu joydagi Xitoy ko'chmanlar bir telefon bilanla bir yerga to'planib, ziyoratga kelgan Xitoy amaldorlarni qo'llaydiganligini bildirishdi. Lekin ularning yana Xitoy amaldorlariga e'tiroz bildirgan namoyishchilarni amaliy harakati orqali adablab qo'yish vazifasi bor. Bu Xitoy ko'chmanlar avval namoyishchilarning atrofida sirtkilarning ko'rishini to'sadigan inson sepili shakllantirdi-da, ondan ularni orig'i ilib dumbalaydi. Biz buningdan Xitoy hukumatining fikr erkinligiga, hatto Amerikada bizning ko'z oldimizda turgan kishilarning fikr erkinligiga mo naqadar qarshi ekanligini takror ko'rib yetalaymiz. Davomi bor. İngilizceden tərcüm qılğıcı Hikmətyar İbrahim. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 18-ci sanıdan elindi.